Mazasini to'g'risini yesam tushungan tushunadi. Terim tiniq, yaltiroq, chiroyli, oppoq bo'lsin desangiz, albatta mana shu pomidor va olmadan qilingan smuzini ichib yuring. Agar ichaklaringiz toza bo'lib, yog'lar erishini xohlasangiz, bodrin va nokli mana shu detoksni ichishni tavsiya qilaman. Videoni aynan yosh ko'rinish xohlagan yaqiningizga yuborib qo'ying. Profilga esa obuna bo'ling. Mazasini to'g'risini yesam tushungan tushunadi. Terim tiniq, yaltiroq, chiroyli, oppoq bo'lsin desangiz, albatta mana shu pomidor va olmadan qilingan smuzini ichib yuring. Agar ichaklaringiz toza bo'lib, yog'lar erishini xohlasangiz, bodrin va nokli mana shu detoksni ichishni tavsiya qilaman. Videoni aynan yosh ko'rinish xohlagan yaqiningizga yuborib qo'ying. Profilga esa